Eron 2000 kilometr masofaga ucha oladigan Xorramshahr ballistik raketasini rasman namoyish qildi. Rossiyaning oltin valyuta zaxiralari tarixiy rekord qayd etib, 800 milliard dollarga yaqinlashdi. Toshkentda sayyohga nosvoy chektirmoqchi bo'lgan yigit Koreya xalqidan uzr so'radi. Bularning barchasini video davomida to'liq yoritib beramiz. Eng muhim va qiziqarli yangiliklar video davomida. Putin Ukraina shaharlariga bir hafta zarba bermaslikka rozi bo'ldi. Tramp Putinning do'sti Domodedovo aeroportini yarim narxida sotib oldi. Yevropa Ittifoqi Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusini terrorchi tashkilot deb tan oldi. Aziz do'stlar, quyida shu haqda. Videoga like bosing va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Eron Islom Respublikasi yangi avlodga mansub Xorramshahr ballistik raketasini ommaviy ravishda taqdim etdi. Mazkur raketa 2000 kilometrgacha bo'lgan masofadagi nishonlarni yakson etish imkoniyatiga ega. Ma'lum qilinishicha, raketa suyuq yoqilg'i asosida ishlaydi va 1,5 tonnagacha bo'lgan jangovar kallak bilan jihozlangan. Bu esa uni Eron qurolli kuchlari tasarrufidagi eng og'ir jangovar kallakka ega ballistik raketaga aylantiradi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, Xorramshahr raketasining eng muhim jihatlaridan biri uning parvozning o'rta bosqichida nishonni aniqlash va yo'nalishni tuzatish tizimiga egaligidir. Bu texnologiya raketa aniqligini oshirib, uni zamonaviy havo mudofaa tizimlari uchun qiyin nishonga aylantiradi. Eron rasmiylari ushbu raketa mamlakatning mudofaa salohiyatini mustahkamlash va tashqi tahdidlarga qarshi turish maqsadida ishlab chiqilganini ta'kidlamoqda. Shu bilan birga xalqaro kuzatuvchilar bu ishlanmani Yaqin Sharqdagi harbiy siyosiy vaziyat yanada keskinlashishi mumkinligidan dalolat sifatida baholamoqda. Ekspertlarga ko'ra, 2000 kilometr masofaga ega bo'lgan bunday raketa Yaqin Sharqdagi ko'plab strategik hududlarni qamrab olish imkoniyatiga ega va mintaqaviy kuchlar muvozanatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qimmatbaho metallar narxining ko'tarilishi bozorning eng yirik ishtirokchilaridan biri bo'lgan Rossiyaga ham ta'sir qildi. Natijada mamlakatning oltin valyuta zaxiralari 786,9 milliard dollarga yetdi. Bu federatsiya tarixidagi eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Rossiya Markaziy bankining ma'lum qilishicha, so'nggi bir hafta ichida zaxiralar 17,8 milliard dollarga yoki 2,3% ga oshgan. Qayd etilishicha, o'sish asosan oltin narxining ko'tarilishi hisobiga yuz bergan. Jumladan ushbu qimmatbaho metal narxi bir kunda 8,7% ga, oxirgi bir yilda esa 81,82% ga yuqoriladi. Ma'lumotlarga ko'ra 2026-yil 1-yanvar holatiga Rossiyaning oltin valyuta zaxiralari 754,9 milliard dollarni tashkil etgan. Bir yil avval xuddi shu davrda bu ko'rsatkich 609,1 milliard dollar edi. Shu tariqa o'tgan yil davomida mamlakat zaxiralari qariyb 25% ga oshgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi chet ellik fuqaroga nosvoy chektirmoqchi bo'lgan yigitga ma'muriy jazo qo'llaganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Magic City bog'ida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi jamoat joyida jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzgan. Xususan, u sayyohlar oldiga borib nosvoy tamaki mahsulotini chekishni taklif qilgan hamda turli haqoratli so'zlar bilan jamoatchilik e'tiborini o'ziga qaratgan. Holat yuzasidan fuqaroning shaxsi aniqlanib, Chilonzor tumani ichki ishlar organlarining faoliyatini muvofiqlashtiruvchi boshqarmasi tomonidan unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi mayda bezorilik bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. To'plangan hujjatlar mazmunan ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudiga yuborildi. Yigit o'z nojo'ya harakati uchun O'zbekiston xalqidan, shuningdek, Koreya xalqidan uzr so'ragan. Uning ta'kidlashicha, video hazil maqsadida olingan bo'lib, bunday oqibatlarga olib kelishini istamagan. Fuqaro sodir bo'lgan holatdan pushaymonligini va qilgan ishi xato ekanini tan olgan. AQSh prezidenti Tramp rossiyalik hamkasbi Putindan qattiq sovuq tufayli Ukraina shaharlarini bir hafta o'qqa tutmaslikni so'radi va ijobiy javob oldi. Bu haqda Trampning bayonotiga tayanib Reuters xabar berdi. Ular, ya'ni ukrainlar hech qachon bunday sovuqni boshdan kechirmagan. Shaxsan men prezident Putindan bir hafta davomida Kiyev va boshqa shaharlarni o'qqa tutmaslikni so'radim. U bunga rozi bo'ldi, dedi AQSh prezidenti. Hozircha Trampning hujumlarni to'xtatish bo'yicha kelishuvga oid bayonotini Kreml tasdiqlagani yo'q. Britaniyaning Financial Times gazetasi jurnalisti Christopher Millerning yozishicha,
Ukrainadagi rasmiylar o't ochishni to'xtatish haqidagi ma'lumotni Tramp bayonotlaridan bilib olgan. Rossiyadan esa hech qanday rasmiy signal kelmagan. Ular hozircha sulhga erishilganiga ishonmayapti, dedi Miller. Zelenskiy qishki sovuqlar davrida energetika bo'yicha sulhga erishilganini tasdiqladi. Ukraina prezidenti Zelenskiy qishki sovuqlar davrida energetika obyektlariga zarba bermaslik bo'yicha kelishuvga erishilganini ma'lum qildi. Trampning Ukraina shaharlarini Rossiya zarbalaridan himoya qilish imkoniyati haqidagi bayonotini olqishladi. Prezident Trampning ushbu qishki sovuq kunlarda Kiyev va Ukrainaning boshqa shaharlarini Rossiya zarbalaridan himoya qilish imkoniyati haqidagi bayonoti muhimdir. Energetika hayotning asosi va hamkorlarimizning uni himoya qilishdagi sa'y-harakatlarini qadrlaymiz. Rahmat prezident Tramp. Jamoalar bu masalani amirlardan Abu Dabidagi uchrashuv nazarda tutilgan, muhokama qilgan. Umid qilamizki, kelishuvlar amalga oshiriladi. Keskinlikni kamaytirish bo'yicha qadamlar urushni yakunlash sari real harakatlarga xizmat qiladi, deb yozdi Zelenskiy. Rossiya prezidenti Putinning eng yaqin do'stlaridan biri milliarder Arkadiy Rotenberg Rossiyadagi eng yirik xususiy aeroport Domodedovoning egasiga aylandi. Bu haqda RBK xabar berdi. Ushbu aeroport 2025-yili hukumat tomonidan sobiq egasi Dmitriy Kameshikdan tortib olinib, davlat tasarrufiga o'tkazilgan edi. 29-yanvar kuni o'tkazilgan auksionga ko'ra, Domodedovo Sheremetyevo xalqaro aeroportining 100% sho'ba korxonasi Perspektiva MCHga sotildi. O'z navbatida Sheremetyevo 30% davlatga, 66% esa Kiprning TPS Avia Holding Trustiga tegishli. Mazkur trust 2022-yil oxirida Rossiyaning Ruskiy orolidagi ofshorida qayta ro'yxatdan o'tgan. Domodedovo aeroporti bo'yicha bitimning yakuniy qiymati 66,132 milliard rublni tashkil etdi. Shu tariqa u auksionning boshlang'ich narxidan 132 milliard rubl 2 baravar kamga sotildi. Rotenberg bilan bog'liq kompaniyadan tashqari savdolarda faqat tadbirkor Vitaliy Ivantsevga tegishli Vnukovo aeroporti tuzilmasi ishtirok etgan. Yoshlik chog'ida Putin bilan dzyudo to'garagida tanish bo'lgan. 2000-yillarda Forbes milliarderlari qatoriga kirgan. 74 yoshli Rotenberg urush boshlangandan keyin xususiy bizneslarning milliylashtirish jarayonining asosiy manfaatdor tomoniga aylandi. Ushbu jarayon doirasida umumiy qiymati 4,5 trillion rubl bo'lgan aktivlar davlat tasarrufiga o'tkazildi. Rotenberg Domodedovodan tashqari Rosxim Holdingga mulkdorlardan tortib olingan kimyoviy korxonalar Volsky Orgsintes, Metafrax Chemicals va Dalnegorsky Gokni sotib oldi. Rotenbergga o'tgan kompaniyalarning umumiy qiymati 2025-yil oxiriga kelib 168 milliard rublni tashkil etdi. Yevropa Ittifoqi Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusini terrorchi tashkilot deb e'lon qildi. Bu haqda Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Kaja Kallas X tarmog'ida e'lon qildi. Qatag'onlar javobsiz qolmasligi kerak. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusini terrorchi tashkilot deb e'lon qilish orqali qat'iy qadam tashladilar, deb yozgan u. Yevropa Ittifoqi Eronda 15 nafar amaldor va 6 ta tashkilotga sanksiyalar kiritdi.